Sinfdoshimni singlisi turmushga chiqayotgan ekan. Shunga sovg'aga 10 ming won bersam, nima deysan? Tanimagan odamingga shuncha pul berib nima qilasan? Axir ishsiz bo'lsang. Puling yetadimi? Bu haqida o'ylama. Ishsizlar ko'p pul sarflashmaydi. Nega kech qolib ketding? Qor yog'yaptimi? Avtobuslarni qatnov vaqti tugabdi. Taksida kelay degandim, lekin ishsizman-ku. Shuning uchun uygacha piyoda keldim. Ishsizlarning taksiga puli bo'lmaydi. O'zing bilasan-ku. Oyimni tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilsa ekan? Balki shunchaki pul berib qo'ysakmikan? Pulni sen topasan-ku. O'zing hal qilaver. Ishsiz bo'lsam, gapirishga haqqim yo'q-da. So'rab nima qilarding? Bas qilasanmi yo'qmi? Ishsiz ekaningni bila turib, ishsizman deyavermasang-chi endi. Judayam jonimga tegib ketding. Yegulikni uvol qilmaylik. Ishsizman axir.